Xullas kalomlar keyingi obyektimizni yetib kelganmiz. Bulovoch tuman Obayhot ko'chasi beriga 27 millionga aksiya qo'yib berganmiz. MDF'lar ham bor, videodan hozir ko'rib o'tasizlar. Ko'rib turganingizdek, romlarni panorama ayni bo'lgan, mana lyuklar ochiladi, xudo xolasa ABS ham yo'q ishlaydi. Bunimiz qalinligi 1 kalyonli bo'lgan, xudo xolasa ancha-munchaga sinmaydi, bemalol qo'ya olasizlar buni. Bunimiz razmer kelsa uzunligi 10,5 metr, bo'yi 280 bo'lgan, albit aloqalardan ochiladi bo'lgan, siqilashni ayni. Xudo xolasa buni qanaqa tarafi yozda jaziramada ham sovuq bir xilda ushlab berib turadi, salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Buni balkondan bo'lingan, o'rtalari ham, qanotlari ham balkon bo'lgan, ko'rishidan mumkin, xudo xolasa ancha-munchaga tashlamaydi. Bu tomoniga yana bitta eshik, bitta rom qilib berganmiz. Bunimiz aynaga divayno paket bo'lgan, qoraga oq. Romimiz ichkaridan ko'rishinglar mumkin, tashqaridan 100% ko'rinaveradi, tashqaridan ichkari umuman ko'rinmaydi. Mana bu tomonga kelsak, mana 3 eshik 2 tomon qo'yib berganmiz. Endi xirashini atlatkali bo'lgan, mana bunda ko'rib baho berasizlar. Buni aynan ham qora bo'lgan, fonni rezinkalari bor, mana zamonlar ham xudo xolasa zamon bo'lgan. Mana ularga orqa ko'rinishdan kelsak, pada yonida 60 pada yonida ustolovka qilib berganmiz. Romlarning ochilish eshikdan o'rtadan bo'lgan. Qalinligi eshik bilan bir xil, mana choklari ham butun bo'lgan. Eshikni ham ko'rsatib qo'yasiz. Qalin 08 da bo'lgan, 4.6 ga bitadi qalin. Zamonlar uzoq zamonlar bo'lgan. Uyda eshik romiga kelganda aloqaga chiqa olasizlar, o'zimiz borib uy dizaynini ko'rib, o'zimiz prietlarni chizib berib, eshikni tayyorlab beramiz. Vodiy bo'yicha ustolovkalarni sekin, pastdan nomerlar qoldirib aloqaga chiqa olasizlar. Uzoq joyga o'tib kelishgan holatda undan ustolovka qilib bera olamiz. Bu videoda eshik romiga mo'ljallangan tanishingizga tezda jo'natib qo'yasiz.